Assalomu alaykum do'stlar. Men sizlarga yana o'sha ilova uchun tushuntirib beraman. Agar ilova sizlarda tangalang 0 qo'ygan bo'lsa, uni o'chirib yubormanglar. Ko'rasizlar. O'zi birinchida turganda bosmaysizlar. Pastda turganda bosasizlar va kirib ketadi. Hozir kutamiz. Reklama ko'rish kerak ekan. Shu joyda men ushlab turish uchun pauza qilib turaman. Tatib olgandan keyin sizlarga ko'rsataman. Buni o'chirib yubormanglar. Mana yuklanib ham oldi. Iloji boricha buni qopcha turgan joyga bitta reklama ko'rib olinglar. Tugab qolsa qiynalib qolasizlar. Reklama tugagandan ko'rsataman. Mana bitta reklama ko'rib chiqdik. Bu 4000 ta bo'ldi. Endi esa biz hozir bu joyda bitta reklama bo'ladi. Uni publikda o'rnida. Hozir shu joyda pauza qilib turaman. Yana bitta reklama ko'rib chiqdi. Endi bu yerga Neymar deb yozamiz. Neymar. Mana Neymarning 82 kartasi uzr. Buni ham full qilmoqchimiz. Neymar turi qarib qoldi bu futbolchi. 8 Neymar va 90. Butini ham buni qildik. Endi Neymar ham full holatda bo'ldi. Dallas kartamizga jo'natib qo'yamiz. Endi bu yerdan Husanovning kartasi. Mana Husanovning kartasi qizili ham bor, Husanov, ko'ki ham bor. Bizda ko'ki borligi uchun ko'kini kuchaytiramiz. 100% ishlaydi bu kanalga obuna. Dallas Plus. Bitta obuna tugmasini bosib qo'ysalar, sizlardan hech narsa ketmaydi. Bu ko'p odamlarga tarqalish uchun menga sabab Husanov. O'zim kartamga tashlab olaman. Buni qopchalarni tugatmanglar. U sizlarga kerak. Endi tugadiganda bosib qo'ysalang, shu bilan yangi o'chirib yubormanglar bu Dallas Players App degan ilova. U yana tursa o'zi shunday bo'ladi. Eng birinchisini bossalang kirib ketadi. Va sizlar u qopchani ustiga bossalang, u sizlarga reklama ko'rsatadi va pulni qalanga bosadi. Fayzullayev bormi ekan? Fayzullayev chiqmadi. Shomurodovchi. Eldor Shomurodovning kartasi. Eldor 69 ekan Dallasda. Hozir buni full qilamiz biz. Eldor Shomurodov 79 full o'zimizga saqlandi. Fayzullayev deb yozikchi. Yana qaytadan Abbos. Yo'q, chiqmadi. Fayzullayev chiqmaygana.
Xohlagan futbolchilarni yozsalang bo'ladi. Kommentariyada yozib boringlar qaysini yozishimni va yozamiz. Mana ismim Benzema. Mana 83 bu Benzemani full holatda keltiramiz. Benzema 87, 88. Benzema mana full bo'ldi. O'zimizning kartamizni saqlab qo'yamiz. Xohlagan kartalarni. Masalan, Ramos. Mana Ramos 78 ot. Buni ham kuchaytirsak bo'ladi. Shu joyda sizlar bilan xayrlashaman va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar do'stlarim.